Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Bugungi programmamizda yozuvchi Hoji Ihson Qovulning Xinjiang Xalq bosh nashriyoti, Qashqar Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan Tinchsiz hayot nomli romanini anglatishni boshlaymiz. Kişiler biz o'qituvchilarni hurmatlab, inson ruhining injenerlari, qarang'u dillarni yurtqish chiro deb iftixor bilan madhiyalashidi. Uningga jinchablashib olganligi aniqla tumandı. Taslik, qilib yurgan ishlardan numus qilishchi. Manqaylislar, ombarchilik deganni vaqo, o'qimay jangalda padib yiqayotgan birini tug'izib qo'ysimi, qaranchiqdek u ishni qilaverdi. Bu maktabda sodi kimning gap ekanligini bir ko'rsatib qo'ymasa. Sizlardan xush bo'lay ma'lum. Qo'limni qo'yib bersizlar. Sizlar o'qituvchi turib, mushunda qilib bo'lamdi. Tursun Yazxon qarmoqi yavaş ko'ringani bilan mungiz ishirgan emasmi? Ovozliq kitob abdi tali.